Bugun juma, shunaqa kunlar bo'ladiki, ich-ichingizdan yaxshilik qilgis keladi. Men esa onamga unutilmas emotsiyalarga boy aynan shu juma hadyasini qidirib yurgandim va uni aynan o'zbek tilida topdim. Qani bo'lsa video oxirida aytaman. Ha, bu o'sha siz bilgan Saodat asriga virtual sayohat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarini ruhan his qilish uchun keldik. Men uchun hadya deganda esda qolarli va unutilmas emotsiyalarga boy bo'lgan bo'lishi kerak edi. Va xuddi shunaqa bo'ldi ham. Yaqinlarimni videoga olarkanman, emotsiyaliga yig'lashligi va Ravzani hidini xillab o'zimni tiyib tura olmadim. Shartta sog'inch azobidan yig'lab oldim. Menimcha bunaqa emotsiyani boshqa hech nima bera olmaydi. Bu shunaqangi sayohat bo'larkan, o'sha davrni ko'rganingizdan keyin sog'inch ko'z yoshlarini to'xtata olmas ekansiz. Ravzaga kirishingiz bilanoq Ravzani shunaqangi zo'r mushk ambari bor. Ayni o'sha mushk ambar hidini shu ko'rish jarayonida his qilasiz. Payg'ambarimiz Ravzalardan kelib turadigan mushk ambar hididan sotuvga ham qo'yishgan ekan. Umra ziyoratiga borib, yana sog'inch azobidan qiynalganlar uchun va aynan o'sha holatlarni his qilish uchun bu juda ham zo'r imkon ekan. Shu oyning oxirigacha har biri 99 mingdan 198 mingga ko'ra yaqinlaringizni xursand qilib ko'p duolar oling. Undan tashqari umra va haj qo'llanmalari ham bor. O'zbek tilida aynan Saodat asrini ko'rmoqchi bo'lganlar shu profilga obuna bo'valinglar, xo'p?